Albatta, hayz bo'lgan ayoldan namozning millati tushadi dedik. Biroq etekkir bo'lgan ayol, yaxshi esga olingizlar. Etekkir bo'lgan ayolga har bir namazning vaqtisida darat olib, joy namozga o'ltirib zikr qilib mustahab bo'ladi. Ha, maga namoz millat emas deb turib tashlab qo'yib bo'lish kerak. Tushundingizmi? Nega? Balgan sayin jalqov bo'lib boshlaydi odamni. Ha, to'g'ri? Bugun o'qivading, 5 kun o'qivading, etekkir kelganda 5 kun o'qivading, keyin etekkir to'xtagandan keyin o'sha vaqtda o'qig'ing kelmay qoladi-da. O'sha zikr qilib turganingiz yaxshi bo'ladi. Qayrayda o'sha burunqi namozning vaqtini nega bo'ladi ayol? Zikrga bo'lsin. Qisqasi, etekkir bo'lgan ayolga ekan namozning vaqti kirgan kezde joy namozini salat, daratini oladi, emne qiladi? Zikr qilib o'tiradi. Shuni Zahiriya atli kitob bor, fatvo kitob. Ular aytadi, namoz o'qigan vaqtning o'lchamincha deb o'tirsin deydi. Ya'ni siz peshindi, janaqa ayol peshindi qancha minutda o'qiydi? Bir 10 minutda o'qiy turgan bo'lsa, 10 minut zikr tartib qo'ysin deydi. 5 minut o'qiy turgan bo'lsa, 5 minut zikr tartib qo'ysin deydi. Tushunlikli taqsirlarim. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.